Assalomu alaykum boshliq. Firmamizga bir qizni ishga olmoqchisiz deb eshitdim. Xo'sh, qizlarni ishga olishni maslahat bermayman. Indan keyinchi qizlarni ishga olsak tezda erga tegib ketadi. Indan keyinchi keyin ozgina ishlab dekretga chiqib ketadi. Indan keyinchi dekretdan keyin o'zingiz bilasiz-ku, bola parvarish ta'tiliga chiqib ketadi. Indan keyinchi keyin yana ozgina ishlab yana tuqqis kelib qoladi. Indan keyinchi xo'jayin indan keyin deb tutib yubordingiz. Shu ahvol qaytarilaveradi. Indan keyin mehnat kodeksini cheklab o'tib, bizni ishga qabul qilmasak, u o'ziga yetkazilgan zararni undirish uchun sudga murojaat qilsa-chi? Boshliq buni ko'pchilik bilmaydi-ku. Hamma ham huquqiy axborot Telegram kanalini kuzatmaydi. Bularni qayerdan ham bilardi? Yaxshi. Unda singlingga ayt, firmamizga hujjat topshirib ovora bo'lib yurmasin.